Assalomu alaykum. Doston aka, yaxshi keldingizmi? Doston aka, Uyda nima qilyapsan? Oyim qanilar? sizga zo'r yangilik bilan uyga tez kelgandim. Nega bozordan erta qaytding? Sotib bo'ldingmi kartoshkani? Yo'q, ularni oxirigacha sotganim yo'q. Oxirigacha sotib kelsang o'lib qolarmiding? Hamma kechgacha ishlaydi. Hali yop-yorug', shom bo'lmasdan yugurib uyga kelyapsan. Aytyapman-ku, Doston aka, sizga yangiligim bor. Shu sababdan erta qaytgandim. Xo'p, nima yangilik? Tilla topdingmi? Yo'q, Ota-onangdan meros qolgan ekanmi? Xursand bo'lyapsan? yo'q. Bo'lmasa nimaga kelding? Doston aka, siz ota bo'lasiz. Shu yangilikmi? Bu yangilik emas men uchun. Menga bundoq foydali yangiliklar haqida gapirsang yaxshi bo'lardi. Pulli gaplar haqida. Quruqdan quruq yangiliklaring bular o'zingga siylov. Ota bo'lish siz uchun baxt emasmi? Yangilik emas deyapman senga. Menga qara, ko'zingni loq qilib menga tikilmaginda, borib kartoshkalarni oxirigacha sotgin, keyin kelasan. Tushundingmi? Voy, bolam bor. Endi men og'ir ish qilmayman. Siz qilasiz. Bunaqa vaqtda ayollar o'zini asrash kerak. Ha, nima bo'ldi? Nima, endi homiladorman deb ishlamasliging kerakmi? Ha? Ha? Nima Men bo'ldi? unaqa deganim yo'q, o'zimni asrash uchun Nima bo'ldi, aytyapman. kelin? Nega ishdan vaqtli keldingiz? Oyijon, haligi men homiladorman. Shunga bir muddat kartoshka sotishni to'xtatib tursammi degandim. Homilador? Qayerdan bildingiz homiladorligingizni? Sabrim chidamay tekshirib ko'rgandim. Testda Ha. chiqdi. Ha, ish to'xtataman deng. Unda yeb ichishni ham to'xtataylik. Shunaqa qilsak bo'ladimi? Ey, gapni ko'paytirmaginda, kartoshkalarni olib borib sotib, keyin kelasan. Tushundingmi? Oyijon, Nima, sizga eringizni gapi yetmaydimi? Qaynanangiz ham shu gaplarni gapirish kerakmi? Kartoshkalarni borib sotib keling. Tamom. Bola o'zi katta bo'veradi ichingizda. Yo'q, boshqa chorasi yo'q. rostdan ham boshqa ilojim yo'qmi? O'zim ota-ona nimaligini bilmasdan voyaga yetdim. O'z hayotimni bolamga ravo ko'rmoqchimanmi? Yo'q, aslo. Taqdir bo'lsa tug'iladi. Bo'lmasa Alloh biladi. Men bolamni ota-ona nimaligini bilib katta bo'lishni istayman. Men qiynalsam-da, bolam qiynalmaydi. Qiynalmasdan katta bo'ladi. Uni otasi ham, onasi ham bo'ladi. Mehr ko'rib katta bo'ladi. Men chidayman. Bolam uchun chidayman. Kamola. Kamola. Kamola dedi. Kamola. Kamola dedi. Voy. Dadasi, qachon keldingiz? Vaqtli kelib qopsizmi? Bu yerda nima qilib o'tiribsiz? Qayoqda yuribsan? Bozorda edim. Yuring, ichkariga kiring. Hey, Yura qol. Voy. sen meni nima? Voy. Mast bo'lgan deb o'ylayapsanmi? Yo'q, dadasi. Ha, menga mehribonchilik qilasan? Dadasi, Qayerda yuribsan deb so'radi. aytyapman-ku, bozorda edim deb. Hey, shu vaqtgacha-ya? Nechi bo'ldi soat? Ay, iltimos, qo'lim. Nechi bo'ldi soat? Ko'ryapman. Sen qushdoringni topgansan. Nimalar deyapsiz? Unaqa Biz emas. cholingizga tegdikmi? Iltimos, qo'yib Sen yuboring. qushtor topgansan shunaqami? Yo'q deyapman-ku. Ichkariga kiring, iltimos. Sen yur bu yoqqa. Sen bilan boshqacha Voy, voy, gaplashaman. iltimos. Shu vaqtgacha ko'chada yuradigan.